Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dünyanın her qaysı yerlerindeki aziz Şarkı Türkistanlı qarindaşlarım. İstanbul Zeytinburnu'da halkımız içindeki nahayeti sergek, hoşyar ve cesur qarindaşlarımız tarafından Xitay tajavuzçılarından pul iliş arkalık öz halkını, milletini, imanını, vicdanını ve insanlığını yo'qotgan hamma narsasini pulga setib etgan bir milliy xoin, jasus, munofiq tutilindi ve so'roq qilindi. Ne saksı? Xotinninki. Ha, xotanın yeriniki. Uxmayman erlikini. Ha. Açma Sen kandavlap alaqlaştın. Oy şuma gaqib keldim ve yuvatdı. Ha. Ondan keyin anamni gaqib saldı. Bu iflas xainning telefon teşhirilgandan keyin telefonda vatanimiz Şarkı Türkistanning Xotan shahrida turadigan Xitoy tajovuzchilariga setilgan bir Uyg'ur saqchining buyrug'i bilan Yasinjan ismli bu satranch qarindoshimizning do'konini rasmga tortish, uning adresini va hozirgi ahvolini egallash va Yasinjan ustamni rasmga tortib kelishni buyruq qilgan. Sukama işini başlayalım. Satrançın işini bugün kılamam ama bugün tüketmişsiniz. Yusuf Akın kulakını hemen yürü almak sizden. Satrançın derhal kıldı. Ananınkini Abdülaziz'ninkini kıldı fukam. Yalaka şahçına. Andan Abdüsemin'in uyguvasına resim mutatip, uyunun zobiyosunu, onu bunu hemen hemenlerini yollayan abi. Yasinjan ustamni bunundan burunmu Xitoy tajovuzchilariga setilgan Uyg'ur saqchilar ata-onasini tutqun qilish orqali Yasinjan ustam va uning oilasiga tahdid silib, jasuslik taklifi va tahdidlar ilib berilgan edi. Ammo Yasinjan ustam va oilasi nihoyat hushyor, chechan va aqlli bo'lg'achqa Xitoy saqchilarining tahdidlarini va talaplarini ovozga va videoga evilish orqali Istiqlol televiziyasida hammani oshkorlagan edi. Yasinjan ustam va oilasini davomli avor qildi. So'zimni boshlashdan avval aytganimdek, bu vaqalikda meni xushal qilgani Yasinjan ustamning va shu do'konda bo'lgan boshqa qarindoshlarimizning sagihligi, hushyorligi va jasurligi bilan shu gumondorni rasmga tortib to'xtamasdan shubhali harakatlarni qilayotgan shu kishidan telefonini chiqar. Sen nima ish qilyapsan? Nima ishga to'xtamasdan bizni rasmga tortsan? Rasmni nega yo'llading? Telefonini tekshirib boqamiz deb hech ishkilanmasdan, qo'rqmasdan Allohga osiy bo'lgan shu munofiqning qo'lidan telefonni ilib, uni yoqqisidan tutib, joyida o'tkazib, uningga haddini bildirganligi. Bu meni nihoyat xursand qildi. Aslida yillardan beri Uyg'urlar orasida Xitoy tajovuzchilariga setilgan, Allohga osiy bo'lgan mushundaq mas'ullar nihoyat ko'p edi. Aslida Xitoy tajovuzchilarining Turkiya va dunyoning boshqa farqli joylarida Uyg'urlar bo'lgan Yevropa davlatlarida Xitoy tajovuzchilarining maxfiy soqchixonalari, istixborot organlari va Uyg'urlarni setilish orqali ularni jasuslik qiladigan jasuslik faoliyat organlari bor edi. Turkiyadagi shu jasuslik organlaridami Uyg'urlarni sistemalik diniy ilmi, siyosiy ilmi kamchil bo'lgan, g'ururi vijdoni ojiz bo'lgan, sabiy kishilarning sabiyligidan foydalanib, ularga his qildirmasdan asta ularga his qildirmasdan ularni Xitoyning sepiga tortib, Xitoyga xizmat qildigan, o'zining qilayotganini go'yoki to'g'ridek his qildiradigan, inson psixikasini koddan chiqaradigan bu organlarda ko'plagan Uyg'urlar ishlaydi. Ma'lum bir bosqichga borgan chog'da o'zining xatoligini his qilsa-mu, u xatolikdan yanolmaydigan holatda ularni inaklaridan qarmoqqa ilib olgan bo'ladi. Xitoy tajovuzchilarining bu xil organlari eng dastlabda chet elda yashayotgan Uyg'urlar orasidagi sodda kishilarni tanlab chiqib, ular bilan aloqa qilib, ularni oilangiz bilan sizni ko'rishtirib qo'yamiz, aloqa qildirib qo'yamiz deyish bilan boshlab, oxirida jazo lagerlarida, to'plama kamplarda bo'lgan yoki turmada bo'lgan urug' tuqqanlaringizni qutqizib beramiz va hatto ularni chet elga sizning qashiningizga olib chiqib beramiz degandek cho'ng yolg'on va'dalar bilan ularga yaqinlashishga boshlaydi. Yaqinlashgandan keyin eng dastlabda ularga qaranglar, chet eldagi tashkilotlar, Sharqiy Turkiston da'vosi qilayotganlar, Xitoyni vatanimizga tajovuzchilik qilib kirdi, Uyg'ur xalqini qirg'in qilyotdi deganlar yillardan beri namoyish qilyotdi. Buning bizga hech qanday foydasi bo'lmadi. Vatanimizdagi Uyg'urlarga hech qanday foydasi bo'lmadi. Bu faqatla vatanimizdagi Uyg'urlarga bo'layotgan zulmni texmi oshirib boradi. Chet eldagi bo'lgunchilar qancha harakat qilgancha vatanimizda zulm eshibyotdi deb tushuntirdi. Amaliyotda Xitoy tajovuzchilari yillardan beri mayli biz Xitoy tajovuzchilariga qarshi turayli yoki qarshi turmayli, har zaman, har soatda, har xil shaklda, farqli shakllarda zulmini davomli oshirib keldi. Davomli qirg'in qilib keldi. Hech bir zaman zulmini, qirg'inchilikni to'xtatib boqmadi.
bo'sh tutmoqmidi. Siyosatga aralashmagan, Xitoy tajovuzchilarini yaxshi tushunmagan kishilar o xil Xitoyning siyosiy organlarining, istixborot organlarining hili vakillariga asalla aldanib ketadi. Shuning uchun bu xususda Xitoy tajovuzchilarining hech qanday hili vakiliga, hech qanday yaxshi gapiga, saxta va'dasiga qat'iy aldanmaslik kerak, ularga qat'iy yaqinlashmaslik kerak. Bu xil organlarning qiltaqlariga tushgan, ularga xizmat qilganlar qattiq ogoh bo'lish kerak. Xalqimiz buningdan keyin Yasinjon ustamga o'xshash va uning do'kondagi shu jasur qarindoshlarimizga o'xshash shubhalik, tegidakli aniq bo'lmagan, biz tanımagan yoki tanigan kishilar farqli rasmlarni tortayotgan bo'lsa, telefonlarni qalayotgan, o'ynayotgan bo'lsa, gumonliq, shubhalik harakatlarni qilayotgan bo'lsa, uni cho'qim tekshirishimiz kerak. Agar uningda chataq bo'lmagan bo'lsa, o telefonni berishdan, telefonni ko'rsatishdan hargizmi qo'rqmaydi. Biz cho'qim o'z izzat obro'yimizni, o'z bexatarligimizni qo'llash uchun cho'qim diqqat qilishimiz kerak, ho'shyor bo'lishimiz kerak, undaq kishilardan yiroq turishimiz kerak. Agar ana shundaq kishilar qo'lga tushib qolgan chog'da cho'qim ularga qattiq tarbiya qilishimiz kerak. Qallasini yaxshi chayqab qo'yishimiz kerak. U kishilar Allohning la'natiga uchragan, oxiratlikni dunyo hayotiga satgan, dunyoda va oxiratda rezil rusvo bo'ladigan kishilar. Ularga har qanday shakldagi jazo haq. Ana shundaq kishilarni xalqimiz hargizmi kechirmaslik kerak, afu qilmaslik kerak. Ularga yumshoq qo'llik qilmaslik kerak. Ana shundaq ahvollar bo'lgan chog'da Yasinjon ustamga o'xshash bo'lgan ahvolni cho'qim videoga ilib, dalil isbotni elish kerak, buni yeyib etish kerak. Kerakli siyosiy organlardan, Sharqiy Turkiston tashkilotlaridan yo'l-yo'riq so'rash, ulardan maslahat so'rash kerak va shu orqali ularni qonuniy jihatdan jazolash bilan birga o'z loyiqida as xushini xotirlatishimiz kerak. Bundaq kishilarga qattiq qo'l bo'lmagan chog'da bundaq kishilar yamrab ketadi. Agar bundaq kishilardan birsiga loyiqida javob bera olsak, minglagan jasuslarga ibrat bo'ladi. To'g'ri yurak ifloslar o'z yo'lidan chekinadi. Xitoy tajovuzchilari hozir nihoyatda siqishgan, nihoyatda qiyin ahvolda va xatar ichida. Xitoy tajovuzchilari o'zining qanday qilishini bilmay, temirqab qilayotgan ahvolda. Xitoy tajovuzchilarining hozirgi ahvolini inshaalloh oldimizgi kunlarda tafsiliy anlataman. Xitoy tajovuzchilariga qarshi Hindiston, Tayvan, Yaponiya va Amerika amaliy harakatga o'tdi. Inshaalloh bu yil oxiriga qadar nurg'unlagan cho'ng voqealiklar yuz beradi. Alloh subhanahu va taolo hech kimni satqin, xoin munofiqlardan qilmasin. O'z iymonini satgan, vijdonini satgan, millatini, xalqini satgan, dunyoning eng xor iflos mal'unlaridan qilib qolmasin. Ko'rishgacha amon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.